Menga katta ochamiz. Menga qara, to'g'riga qara. Menga qara. Katta och. Menga qara. Mana barmog'imga qara. Ana shunday to'g'riga qaraymiz. 15-yanvarda operatsiya bo'lgan. Tak bugun 26 bo'lsa, 1 oy bo'lib 15 kun bo'lib qoldi. Ha. Kel menga, aslidan qanaysan? Yakchasini olib kelsin. Qo'lchasini qismasin. To'xtabamni ko'rib olib menga qara. O'ngga qaraymiz. O'ngga. Tetrasiklin mays qo'yapsizlarmi? Peshanchasini olib keling. Mana shuni ushlab turing. Ko'zim uchun ko'rib olayman. O'ngga ishqalabdi-da ko'zini. Endi bu tomonga qara. Chapga qara. Bu tomonga chaqiring. Mana bu yerga qara, qizilga qara. Aslida mana qizil lampochkaga qara. Yaxshi. Yaxshi holat. Menga qarab o'tirib olasiz, mana ko'zingizga oling. Qani menga qara. Katta ochamiz. Ko'zchasi yaxshi. Menga qara. Aslida to'g'riga qara. Menga katta ochamiz. Menga qara, to'g'riga qara. Menga qara. Katta och. Menga qara. Mana barmog'imga qara. Mana shunday to'g'riga qaraymiz. Yaxshi, ko'zchasi o'rtada turibdi. Ozgina qizarish bor, ozgina shishlar bor. Ular ketadi. Umumiy hisobda 1 oy 40 kunda ko'zchasini chopib bo'ladi, qizarishlar to'liq ketadi. Ko'zini bekitib qo'ymaylar. Yo'q, ko'zini uyda ochib qo'yinglar, nabarot ko'z endi ishlash kerak. Chiroyli turish uchun, o'rtada mana shu holatda qotib turish uchun ko'z ishlash kerak, ko'proq harakat qilish kerak. Dorilarni albatta. Yana 15 kun davom etadi. Bitta xolos yana mahalni kamaytirsanglar bo'ladi. 2 mahaldan 5 mahaldan 3 mahalga, 3 mahalligini 2 mahalga tushirsanglar bo'ladi. Rovna 1 oy bo'lganda menga yana olib kelib bir ko'rsatib ketasiz. Yana shu bundan 1 oydan keyin. Yana bir ko'rsatib ketasiz menga holatni, xo'pmi? Yaxshi, muammo yo'q, hammasi joyida sifatida. Zirnasini ko'rsatmangiz bo'ladimi? Keyin ko'riladimi? Zreniyasini 1 oy bo'lganda o'lchaymiz. Shu? Sağ olun.